Uyda o'tirgan opalarimiz, uy bekalari ham dekret pul olishlari mumkin bo'ladi. Ko'pchilik o'ylayapti, endi men yana sug'urtaga pul to'lashim kerakmi deb. Hozir yo'q, sizlar xavotir olmanglar. Sizlardan ortiqcha to'lov ketmaydi. O'sha 12% daromad solig'i bor, o'sha 12% daromad solig'idan 0,2%. Ya'ni siz misol tasavvur qilaylik, 10 million ish haqi olyapsiz. Ana o'shani daromad solig'ingizda 0,2%, 20 ming so'm davlat ijtimoiy sug'urtasiga o'tadi. Ya'ni sizdan xodimdan ortiqcha mablag' ketmaydi. Mana bu uy bekalari, uyda o'tirgan opalarimiz, singillarimiz, o'zini o'zi band qilgan shaxslar, bular ixtiyoriy sug'urta bo'ladi. Ular endi mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori, ya'ni 1,271,000 5%. Bu bo'ladi 63,550 so'm. Shuni har oyda to'lab borsalar, demak mana uyda o'tirgan opalarimiz, uy bekalari ham dekret pul olishlari mumkin bo'ladi. Qanday shaklda to'lanadi? Mana bitta narsani aytib o'tdik, bu ham muhim narsa. Bu hech qanday murojaatsiz, ya'ni proaktiv deymiz. Endi sodda qilib aytsam, mana tinglovchilar, bu avtomatik tayinlanadi. Hurmatli tinglovchilar, hech qayerga murojaat qilishlaring shart emas. Qog'ozni ko'tarib, mana men mehnat aloqasi varaqasini ochtirdim, dekret pulini olish uchun qayerga murojaat qilishim shart degan narsalar yo'q. Yugur yo'q. Bu hammasi proaktiv. Ya'ni mana mehnat aloqasi varaqasi ochiladi. Buni mana Sog'liqni saqlash vazirligining yagona tibbiy axborot tizimi bor. U o'sha yerga kiritiladi. U kiritilgandan keyin bu hamma baza integratsiya bo'lgan. Avtomatik nafaqa o'zi shakllanadi.